Masalan, men aytmoqchimanki, endi sizni ichingizda bir dard bor-da endi. Deb birovga aytib, bir o'zingizni yengil qilmoqchisiz. Yengillamoqchisiz demoqchiman-da. Yengillamoqchi bo'lsangiz agar, u inson o'sha aytadigan gapingizga arziydimi? O'sha gapingizni eshitib turib, ertaga hammani oldida sizni izza qilmaydimi? Rostini aytsam, aytmay qo'ying. Nimagaki o'sha chaqma-chaqarlik qilish, birovlar oldida sizni izza qilish kerak emas.